4 metrli joyimizga kuxna mebeliyasi berganmiz. Buni narxi $600 bo'lgan. Buni avvaldan sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi qismimiz moyka, smestyalari bilan ulab berganmiz. Hammasi shu narxning ichida. Pastki qismlariga e'tibor bersangiz, hashtaglar qo'yib yopib berganmiz. Ust qismida sushilka, tepasiga akkuratli polka qo'yib berganmiz. Bu qismimizdan unumli foydalanilgan, ikkitadan polka qo'yib berilgan. Tegi qismiga keladigan bo'lsak, kir mashinani joyiga joy tashlab ketganmiz. Xo'p, pastki qismlariga e'tibor berasiz. Bittadan polka bo'lgan. Xo'p, bu yoq qismimizga kelsak, bittadan polka qo'yilgan. Qayerdan ochiladi bu? Pastroqdan ochilar ekan. Vichkani ulanganmi bular? Akkuratli qilib berganmiz. Xo'p, bu yoq qismimizda ikkitadan polka. Pastki qismimiz hamma mexanizm, push mexanizmda ishlaydi. Stolishnicasi Keder firmasidan o'sha 4 sm qalinlikda pilinchlar bilan ulab berganmiz. Xo'p, bu yoq qismimizga kelsak, shchochik. Xo'p, pastlarni ham e'tibor berasiz. Dimoxodlarni joyiga tashlab ketganmiz.